Mehmonning oldiga chiqishga yoki uydagilaringiz bilan jam bo'lib o'tirib yeyishga intayin mos keladigan qo'y go'shida pinto sayqib keldim. Etilish usuli intayin oddiy birlik yo'lsiz o'rgana olasiz. Ta'mi gap ketmaydi. Buni qanday qatdimki qinamiz birlikda o'rganaylik. Avval qo'y go'sh bo'lamdi yoki kal go'sh bo'lamdi videoda ko'rsatgan cho'nliq to'g'rab tayyorlab olamiz. Ondan keyin boshqa sayko'tatlarni videoda ko'rsatgan cho'nliq to'g'rab tayyorlab olsanglar bo'ldi. Ko'rib mishay kapsizlar do'stlar, qo'shmaganlar qo'shib elinglar. Sizlar uchun yaxshi mazmunlarni tayyorlash uchun kunda tirishiman. Qo'llash ustidan inkas rayoniga jiqaqsiz gullaringlarni avatib, meni rag'batlantirishni unutib qolmanglar. Qo'llig'inglarga rahmat. Qozonga muvofiq miqdorda may qo'yib, yarim chumcha tarafini shakar silib, videoda ko'rsatgan bo'yicha tekshi elashtirib shakarni eritib olamiz. Shakar erib ko'pikchilar ustiga o'rlab chiqqandan keyin go'shtni silib qo'rsak, go'sht intayin chiroyli qizirdi. Go'shtni sarg'aytib qo'rib keyin 2 gram atrofida tuz silib qo'raymiz. Ondan keyin pomidor, zanjabil, piyozni silib birishga qo'rib, pomidor ezilgicha qo'raymiz. Ondan keyin cho'ng ustamning qo'rdaq tetitqisidan bir bo'loq silib etamiz. Cho'ng ustamning cho'nligiga go'shtlam qo'rsanglar, sasanglar bo'ldi, ta'mi gap ketmaydi, bek o'xshaydi. Ondan keyin muvofiq miqdorda qaynoq suv qo'yib, taxminan 10 minut atrofida qaynatib olamiz. Ondan keyin yangi qo'noq mogolan silib 15 minut atrofida dumlab pishirib olamiz. Ondan keyin mushunga o'xshash oil taomlardan 60 xil dars tayyorladim. Cho'ng taqsiliq qo'rma, har xil taom, pishiriq, ichimlik murabba, bozorlik sovuq say darskimizni 10 qo'y bilan o'rganaysiz. Ders tizimlatmoqchi bo'lsangiz, Undidar Nazi 7733 ekran studik nomer shu. Eng oxirida tuz ta'min etib, qizilaz, ko'klaza, yubay saylan silib, ikkilashtirib bilan taqsiga olsak bo'ldi. Uydagilar bilan jam bo'lib, o'ttaganda yeyishga intayin mos keldi. Mehmonning oldiga chiqsanglarmi, mehmonga yarab o'tib ketgidek intayin bek o'xshaydi. O'rganib oldingizmi? Qiynamiz siz metib sinab beqing, kelar qisani ko'rishaylik. Xayr xo'sh.